hamma maqsadlaringizga albatta erisha olasiz. Faqatgina mana shu muhim qoidani tushunib olishingiz kerak. Inson o'z maqsadlariga me'yoridan ortiq qadr bera oladi. Oddiy bitta Malibu mashinasiga Malibu deb borishadi. Yoki bo'lmasam 10 ming, 20 ming, 50 ming dollar daromadga deb tepadan, bir pastdan tepaga qarashadi. Maqsadlarga oson, tez erishish uchun u narsa siz uchun bir oddiy holdek, tabiiy bo'lishi kerak. Ya'ni Malibu emas, bu oddiy temir. Alloh uchun bu oson va men ham bunga erisha olaman. 10 ming dollar. Inshaalloh bu narsaga erishaman. Degan ma'noda o'zingizning miyangizga bu maqsadni oddiy qilib singdira oladigan bo'lsangiz, albatta maqsadlaringizga osonlik bilan tez erisha olasiz. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta menga obuna bo'ling. Profilimda foydali videolar juda ham ko'p.